The Dubbing. Eng so'nggi animelar. Boshliq, uyg'oqmisiz? Ha. Tushimda shu vaqtgacha bo'lgan narsalarni ko'rdim. Ha. Demak, kam vaqt qolibdi-da. Qora universitet direktori ham hozir yo'q. Qolaversa, uning talabalari haqiqiy talaba ekanligini ham bilmaymiz. Universitetni ham yopishlariga oz qoldi. Hamma institut Psychosconning yangi ishtirokchilarini chaqirib bo'ldi. O'zingiz ham bilasiz, birinchi kundagi Rocky turnirida har bir universitetdan bittadan vakil chiqib, sehr bo'yicha bellashadi. Buni hamma biladi-ku. Axir birinchi kun odamlarni hayajonga solishimiz kerak-da. Men eng kuchli ishtirokchini tanladim. Menimcha, birinchi kunda shon-shuhrat Moviy universitetda bo'ladi. Bizning akademiya ham o'ziga ishonmoqda. Ammo hozir bu yerga vakillarni tanishtirish uchun yig'ildik, lekin kerakli odamlar yig'ilmadi. Ana, bir kishi keldi. Direktor, siz chaqirganmidingiz? Marhamat, tanishtirib qo'yaman. Yashil akademiya vakili Ariel. Nima bo'lyapti o'zi? Nima bo'lyapti o'zi? Telegramdagi Meduza fanda uchun maxsus o'zbek tiliga o'girilmoqda. Ovoz beryapti Ego va Naxo. Sinfsiz qahramon. 11-qism. Bolalar, qarang, bu nima bo'ldi? Bu nima? Shilliqmi? Bu nima? Qanaqadir hayvonmi? Ey Xudoyim! Bu shilliq. Hamma qochinglar. Men u yerga boraman. Biz ham tezroq boraylik. Olovli nayza. Foydasi yo'q. Unda kuchliroq portlashni ishlataman. Nima qilyapsan? Nima, o'lishga shoshilyapsanmi? Kechirasiz va rahmat.
Kaleta! Mustemor! Bo'lishi mumkin emas. Mana senga ustozim o'rgatgan portlash. Bu ham yordam bermadi. Bir marta yiqildim deb hayoting tugab qolmaydi. Agar bu safar ham taslim bo'lsa, meni o'ldi deb hisoblayveringlar. Bu safar meni omadim keladi. Tornado! Bu foyda bermasligini bilgandim, lekin qo'rqmasdan jang qilganim uchun xursandman. Yaxshi ishladinglar, barakallah. Aril ustoz, Ustoz! kelganingizdan xursandmiz. Hamma direktorlar ham shu yerda ekan. Hamma darrov bu yerdan chiqib ketinglar. Ma'muriy zalga evakuatsiya bo'linglar. Demak, men jangga qo'shilmaymanmi? Bizga qo'yib ber. Direktorlar o'ta kuchli sinfda turadi. O'qituvchilarning hozir nimaga qodirligini ko'rasiz. Bizning vazifamiz talabalarning hayotini himoya qilish. Bu shilliqni oldin ko'rmaganman. Qora universiya chiqib kelganga o'xshab turibdi. Bular janoblari bu haqida eshitsa yaxshiroq bo'lardi. Nima bo'lyapti o'zi? Kimdir tushuntiradimi? Jangda ko'rib turibman-ku, bu maxluqqa sehr chidamliligi bor. Balki shunchaki talabalarning kuchi yetmagandir. Abadiy muz. Muqaddas xoch. Axir bu safar haqiqiy kuchimni ishlatdim-ku. La'nat shilliq. Voy, to'g'ri, buni qilamiz. Quyosh alangasi. Bo'ron. Yomon emas. Yo'q, ahvol juda ham xavfli. Nima? Bu chidamlilik emas. Sehrni yutib yuboryapti. Bu juda yomon. Ulkan devor. O'lishimizga bir qadam qoldi. Lekin uzoq chidab tura olmasligi aniq. Demak, bu maxluq sehrga chidamli emas. Aksincha sehrni yutib kattalashaverar ekan. Hammamiz birga jang qilsak, ehtimol uni yuta olamiz. Bu yaxshi fikr deb o'ylamayman, chunki uning chegarasi qanchaligini bilmaymiz. Agar u cheksiz kattalashaversa nima qilamiz? Unda biz nima qilaylik? Bu sehrlarning hammasini dadam o'rgatgan yoki kitoblarda o'qiganman. Sehrgarlar shahrida men o'rganadigan narsa qolmabdi. Demak, ularni shunchaki kuzatamizmi? Ular hal qilamiz degan bo'lsa-da, bundan tashqari ularning sehrini ko'rmoqchi edim. Ha, baribir bu ochko'z shilliq ko'rinadi. Ularni jinlar dunyosidan boshqa joyda ko'raman deb o'ylamagandim. Sen nimadir biladigan ko'rinyapsan. Qani gapirchi. Meni bunday ushama, og'riyapti. Bu shilliq o'zini kattalashtirish uchun har qanday narsani yutib yuboradi. Ayniqsa, sehr uning sevimli fast foodi. Tushunarli. Demak, shuning uchun unga qancha sehr qilsa, shuncha semirib ketyapti. Ana bu ahmoqlarni qara. Sehrni yomg'irday qo'yishyapti. Tentaklar. Uni yuta olmaydigan darajada sehr qilsak-chi? Yoki shunaqangi jismoniy zarba berishimiz kerakki, qimirlamay qolsin. Men bunaqa kuchli sehrni hali ko'rmaganman. Jismoniy zarbaga kelsak, xoh qilich bo'lsin, xoh nayza. Shilliq baribir uni yutib yuboradi. Yo'q, baribir uni ko'rishga arziydi. Tayyor. Nega qilich yasading? Mati, unutdingmi? Men qilichni ishlata olaman-ku. O'sha kungi menga qarshi tayoq bilan urganing-chi. Shilliqqa qarshi oddiy qilich yaxshiroq bo'ladi deb o'yladim. Demak, menga qarshi tayoqni o'zi yetarganda. Shunaqa demoqchimisan? Men jinlar olamidagi katta sadoganman. Yur, ketdik. Men ham boramanmi? Albatta, sen mening hamrohimsan axir.
Bu juda yomon. Hech narsa qila olmaymiz. Slimey shahar markaziga to'ppa-to'g'ri ketyapti-ku. La'nata. Sehr shahri bilan xayrlashishimizga to'g'ri keladi shekilli. Odamlarni ko'chirish kerak. Bu nima? Nima bo'lyapti? Ajdar zarbasi. Ustoz, jang qilyapti. Siz shilliqni chopdingizmi? Lekin umuman unga zarar yetmadi. Qanday qilib qilich ishlatyapsan? Sen qilichbozmisan? O'ylab qarasak, sizning toifangizni biz hali bilmaymiz-ku. Sehrli qilichbozmisiz? Men sinfsizman. Bu bo'lishi mumkin emas. Sizlar ketinglar. Bu maxluq sehr energiyasini yeydi va oziqlanadi. Nima deyapsan? Talabalarni tashlab qochmaymiz-ku. Demak, sehr ovqat ekanda. Ha, tushundim. Shuning uchun u ma'muriyat binosiga qarab ketyapti. Talabalar energiyasini shirinlik deb o'ylayapti. Yo'q, undan oldin to'xtataman. Aytyapman-ku, unga sehr o'tmaydi deb. Cheksiz zarba. Menga qo'yib bering. Sizlar faqat xalal berasizlar. Rosa udara olasanmi? Ha, Lekin O'zingni qiynamagin, xo'pmi? ahmoqlar, sizlarning sehrlaringiz unga ozuqa bo'ladi xolos. Betarbiya familiya. Seni jazolash uchun shilliqqa tashlab yuboraman. Ha? Bu jazo emas, to'ppa-tushuk qatl-ku. Qani kelaqa, mana senga Snickers. Jiddiy bo'lsang-chi, o'ynashni bas qil. Snickers shunchalik yomonmi? Qochayotganga o'xshaydi. Balki u ikkovimiz bilan urushishda juda ko'p ovora bo'ladi deb o'ylayotgandir. Ha, qochsa yana muammo bo'ladi. Ulkan devor. Golemlar. Seni bo'lak-bo'lak qilsam ham qayta tiklanasanmi? Mana ol, 5 karra cheksiz zarba. Tamom qiling ustoz. Bir vaqtning o'zida bir nechta sehr ustiga qilich hujumi bilan. u rostdan ham sinfsizmi? Yana yonida demon ham bor. U yetmaganiga qora sehrni ham ishlata olarkan. U aslida kim o'zi? Beta ham cheksiz zarbaga dosh bera olmasligini kim o'ylabdi? Demak, bo'laklab tashlasa ham yana qayta tiklanyapti. O'zingni ojiz his qilyapsanmi? Yo'q. Agar qilich bilan bo'lmasa, sehr bilan tugataman. Sehr o'tmasligini bilarding-ku. Nima, taslim bo'lasanmi? Yo'q, u yuta olmaydigan sehr ishlataman. Nima? Qizil sehr bilanmi? Lekin mayli, uni yeb qo'ya qolsin. Yo'q, qizil sehr emas. Aslida bu sehrni ishlatishni xohlamagandim. Bir vaqtning o'zida 6 ta sehr muhrini yaratdingmi? Ustiga ustak, oxirida barchasini bitta sehrga qo'shamiz. Arif, bu sehr doirasini nafaqat boshqarish qiyin, hatto ta'siri ham juda xavfli. Iloji bo'lsa buni ishlatma. Bu qanday sehr o'zi? Bu ulkan sehr kuchini bir joyga jamlab, 6 xil sehr kuchini doimiy aylantirib turadi. Agar boshqaruv izdan chiqsa, sehrgarni ham, atrofni ham yo'q qilib yuboradi. Dadam rostdan ham zo'r ekanda. Buni boshqarish uchun bir vaqtning o'zida o'ylash kerak. Yana sehr kuchi ham yetmayapti. Xayr bo'lmasa, betaraf bo'lib qolmay, bu yomon bo'lyapti. Nima? Ustoz, uni tugatib yuboring.
Yo'q bor. U ochofat shilliqni parcha-parcha qildimi? Hali ham sehr bilanmi? Ha, to'g'ri. U qayta tiklanadigan bo'lsa ham, bunday portlashdan keyin tirilolmas edi. Xo'jayin, uni yutishingizni bilardim. Bu o'sha yo'q qiluvchi sehrni yanglishmadimmikan? Qanday qilib buni ishlatyapti o'zi? Bu axir afsonaviy sehr-ku. Ular esa afsonalarda qolgan deyishadi. Demak sen Magellor degansan-da. Yo'q, klasslisan bo'lishi kerak. Uning yoshi ham yaxshiroq-ku. Yoshi yoki mahorati? Ha, shunaqa. Yoshi muhim emas. Qanday qilib Magellor bo'linadi o'zi? Men ham bir vaqtlar klassmen bo'lganman. Otam Magellor. Shu yo'q qiluvchi sehrni undan o'rganganman. Otam shu yerda o'qigan. Otam Magellor deysanmi? O'sha Leon aytyapsanmi? Siz otamni taniysizmi? Tanish ham gapmi? Bir sinfda o'qiganmiz. U sabab doim ikkinchi o'rinda qolardim. Hammaning fikricha u bo'lajak direktor edi. Lekin ikkinchi kursga yetgach, maktabni tark etgan. Leo a'lochi bo'lsa-da, yarim yo'lda qochib ketgan. Ha, men uni juda ham yaxshi eslayman. U universitetning bosh direktori edi. Siz ham uni taniysizmi? Bitta kichik sinfda o'qirdi, lekin u birdaniga g'oyib bo'lib qoldi. Dadamning aytishicha, u barcha akademiyada ketma-ket o'qigan ekan. Ha, rosa tavakkal qilgan. To'g'ri, u biz bilan ham o'qigan. Men ham uni yaxshi eslayman. Vah. Ariel, Sehr Lord Leoning o'g'li sifatida qanday qilib Magellor bo'lishni bilasanmi? Ha. Barcha sehr yo'nalishlarini yuqori darajada o'rganish kerak. Nima? Ya'ni, bitta sehrni mukammal bilsang ham baribir Magellor bo'la olmaysan ekanda. Demak, hozir 6 maktabga bo'linib o'qitish tizimi bilan Melgrad bo'lish imkonsiz ekanda. Demak, bizga hali ham qora universitet kerak bo'ladi. To'g'rimi? Ha? Qayerga oy bo'ldi? Ha, mana bu yerda ekansan-da. Seni chopganimda hamma yoqqa sachrading. Bir ikkitasi qochib ketdi deb o'ylagandim. Voy, juda ham mo'jar ekan-ku bu. Yaxshisi, buni endi tugatib qo'yish kerak. Yo'q, agar bunchalik kuchsiz bo'lsa, balki unga qo'llik muhrini qo'ya olarman. Ha? Buni ham o'zingga qo'l qilmoqchimisan? O'ylagandim. Aynan chiqindi yig'ishga ideal. Zo'r. Yaxshi bo'lasan ekan. Iblis shilliqini axlat qutisi qilib oldimi bu? Pororo, yana xohlaysanmi? Shunchalik kaltaga esa ham sizga erkalanib turibdi-ya. Shilliq og'riqni his qilmaydi. Balki jang qilish ular uchun shunchaki o'yin bo'lsa kerak. O'yin deysizmi? Ustoz, rostdan ham ketmoqchimisiz? Bu gapni qayerdan olding? Direktorlarning o'zlari aytdi. Sizning qolishingizni xohlashar ekan. Ustoz, iltimos bitirgunimizcha qoling. Men qolsam ham bu yerda o'rganadigan hech narsam qolmadi. Yo'q, unday demang. Sizdan o'rganmoqchi bo'lganlarim juda ko'p ustoz. Yana takrorlayman. Men hech qachon o'zingizni ustozingiz bo'lmaganman. Ustoz, juda sovuqqonsiz. Sizdan juda xafa bo'ldim. Axir biz yaxshi do'stmiz deb o'ylagandik. Ano. Men maktabdan ketaman. Lekin imkon bo'lsa yana tashrif buyuraman. Rostdanmi? Va'da berdingiz? Janob Aril, maktabdan ketganingizdan keyin nima qilmoqchisiz? Avvalo uyga qaytaman. Xayrlashmasdan ketib qolgandim, xavotir olishgandir. Keyingi rejam esa maxluqlar shahriga borish. Agar esimda bo'lsa, u yerda butun dunyodan keladigan maxluqlar yig'iladigan shahar edi, to'g'rimi? Yana bitta jonzotim paydo bo'lgani uchun uni boshqarishni ham o'rganishim kerak. Yana bitta dedingizmi? Demak, Matidan boshqasi ham bor ekanda. Bolakay meni Mati deb atayotganini qarang. Ha, u shilliq. Shilliq dedingizmi? Xavfsiz shilliq turi. Qarang, u juda ham mayda ekan. Ha, juda ham yoqimtoy. Rangi kechagi qo'rg'onchilik slaymni esga solar ekan. Men qo'rqdim. Tasodif.
Shunaqami? Ismi esa Pororo. Esda qolarli ism ekan. O'zi ham ismidek yoqimtoy ekan. Qani edi kechagi slaym ham shunaqa bezararsiz bo'lsa edi. Ha, to'g'ri aytasan. Bu nima bo'ldi o'zi? Qanday qilib bunchalik kuchli sehrgarni shahardan chiqarib yubordinglar? Baqirishdan foyda yo'q. Shaharda bir dona Magellord afsonaviy, ultimat klass bo'lishi butun iqtisodimizni ko'taradi-ku. Uning o'zi ketishni xohlayotgandan keyin biz uni to'xtatib qolishga haqqimiz yo'q. Biz hatto kuch bilan ham to'xtata olmaymiz. Afsuski, hammamiz birlashsak ham buni yengishimiz qiyin. Ishonmayman. Hokim Noya, xavotir olmang. Endi Magellord bo'lish shartlarini aniq bilib oldik. Demak, endi yangi Magellord tug'ilishini kutamiz. To'g'ri, lekin buning uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Ha? Direktor Black. Demak, tiriksiz ekanda. Ha, xavotir olmang. Tanamni shilliq yeb qo'yganda xolos. Baxir o'lgan deganing-ku. Axir siz shaffof ko'rinyapsiz. Nima, bu ruh bo'ldimi? Har holda qaytib kelganimdan xursandman. Axir Magellord bo'lish uchun qora sehr shart bo'ladi. Endi 6 akademiya birgalikda qo'lga qo'l berib ishlaymiz. Sehr shahrining kelajagi rostdan ham joyiga tusharmikan? Yaxshi, endi tezroq uyga qaytaman. Hammani sog'inib ketdim axir. Telegramdagi Meduza fonda bu uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Ego va Naxo. Keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr. Ovozga e'tibor bermanglar. Bugun o'zi tomog'im og'riyotdi. このままじゃ嫌なんだそう言ってこぎ出した誓いは揺れない当たり外れで勝ちを決めるなよ僕だけの道で僕を生きていけ